Tasavvur qiling, siz tog'larga sayr qilish uchun chiqdingiz. Atrofingizda hech kim yo'q. Tog'lar, katta toshlar va jimjitlik. Siz bunday joylarga borishga o'rgangansiz va xavf haqida unchalik o'ylamaysiz. 2003-yil 27 yoshli Aaron Ralston mana shunday yo'lga chiqadi. U Yutadagi kanyonlardan birida sayr qilayotgan edi, lekin u bitta katta xatoni qiladi. Ya'ni qayerga ketayotganini hech kimga aytmaydi. Bir payt u tor joydan o'tib ketayotganida tepasidagi katta tosh siljiy boshlaydi. Tosh uning o'ng qo'lini qoya devori orasiga qisib qo'yadi va Aaron qimirlay olmaydi. Boshida u hech narsadan qo'rqmaydi. U shunchaki toshni itarib ko'radi. Bor kuchini ishlatib toshni itarib ko'rishga harakat qiladi. Ammo tosh juda ham og'ir edi. Taxminan 300 kilogramlik tosh. Shunda Aaron vahimaga tushadi, chunki u qayerga ketayotganini hech kimga aytmagan edi va u yolg'iz edi. Yonida esa taxminan 350 ml suv va bitta kichkina energetik batoncha bor edi. Endi o'ylab ko'ring, mana shu 350 ml suv bilan va qo'lingizdagi kichkina batoncha bilan siz necha kun yashagan bo'lardingiz? Aaron Ralston esa 127 soat yashadi. Oradan kunlar o'tadi. Uning zaxiradagi suvi ham, ya'ni 350 ml suvi ham tugay boshlaydi. Shunda u kichkina video kamerasini olib, ota-onasiga xabar yozadi. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Suvsizlikdan va ovqati qolmaganidan Aaron Ralstonda gallyutsinatsiyalar boshlanadi. U muzdek suvni va hali tug'ilmagan farzandini ko'rishni boshlaydi. Lekin shu bilan bu uning ongini butunlay tozalab yuboradi. Biz ko'pincha hayotdagi arzimagan narsalarga asabiylashishni boshlaymiz, mayda-chuydalarga ko'proq e'tibor beramiz. Va Aaron Ralston bir narsani tushunadi. Hayotdagi eng katta narsa bu yashash va nafas olish. 5-kun kechasi suv umuman qolmaydi. Uni qo'li go'yoki chirishni boshlaydi. Va Aaron Ralston bir narsani tushunadi. U yashashni xohlaydi. Yashashni xohlash uchun u o'z qo'lini kesishi kerak edi. Unda esa faqat arzon cho'ntakda olib yuradigan o'tmas pichoq bor edi va ana shu pichoq bilan u o'z terisini kesishni boshlaydi. Terisini kesib bo'lib suyakka yetib borgandan keyin suyagini mana shu oddiy pichoq bilan kesa olmasligini payqab, u o'z suyagini sindirishga majbur bo'ladi. Shunday qilib u yashash uchun o'z qo'lini sindiradi. Bu aqlga sig'maydigan darajadagi eng dahshatli og'riq. Shunday qilib u o'z qo'lini mana shu toshlar orasiga tashlab, keyin chiqib ketadi. Hattoki 20 metrlik jarlikdan bir qo'li bilan mana shu og'riq bilan tushadi. Shunday qilib Aaron Ralston tirik qoldi va tog'larga chiqishni to'xtatmadi. Va mana shu Aaron Ralstonning irodasiga atab 127 soatli film suratga olishgan. Bu hikoyaning eng muhim joyi u qo'lini yo'qotganida emas. Ba'zida inson o'zini saqlab qolish uchun nimadirdan voz kechishi kerak. Eski odatdan, yomon munosabatdan, o'tmishdan yoki yomon odamlardan. Chunki ba'zi bir narsalarni qo'yib yubormasangiz, oldinga yura olmaysiz. Endi esa sizga umuman boshqacha hikoya haqida aytib bermoqchiman. Internetda oxirgi paytda juda ham ko'p mana shu videoni ko'ryapmiz. Menimcha siz ham mana shu videoni bir marta bo'lsa ham ko'rgansiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bugun sizga mana shu haqida aytib beraman. Bu shunchaki multfilm emas, bu katta bir falsafiy asar. Ya'ni inson fojiasi. Buni 23 yil davomida Marcel Yankovich, vengriyalik rejissyor chizgan. Bu multfilm insoniyat tarixi davomidagi eng asosiy savollarga javob izlaydi. Va bugun biz multfilmdagi aynan mana shu parchani tahlil qilamiz. Syujet bo'yicha Odam Ato va Momo Havo Lutsifer, ya'ni shayton bilan birga tarix bo'ylab sayohat qilishadi. Misr davriga kelib Odam Ato Fir'avn bo'ladi. Uning bitta ulkan maqsadi bor edi: abadiyatga erishish, o'limni yengish va o'z nomini tarixda abadiy qoldirish. Buning uchun u o'sha ulkan piramidani qura boshlaydi. Rejissyor bu sahnani shunday chizganki, hamma narsa chiziqlar va uchburchaklar ustida qurilgan. Odamlar esa shunchaki tirik g'ishtlarga aylangan. Momo Havo bu yerda oddiy qul qiz, xalqning og'rig'ini bildiradi. Fir'avn esa o'zining ulug'vor g'oyasi uchun hech kimni ayamaydi. Va nihoyat o'sha dahshatli va sirli moment keladi, ya'ni piramida qurib bitqaziladi. Odam Ato, ya'ni Fir'avn piramidaning eng cho'qqisiga chiqadi.
Atrofda cheksiz qum, pastda esa uning uchun jon bergan minglab odamlar yotibdi. Pastga qaraydi. Piramida tayyor. Uning orzusi amalga oshgan, lekin u xursand emas. Aksincha, u ichida katta bo'shliqni his qiladi. Chunki u bir narsani tushunib qoladi. Piramida uni abadiy qilmaydi. Uning nomi ham bir kun unutiladi. U qurgan narsa qanchalik katta bo'lmasin, o'limni to'xtata olmaydi. Va eng og'riqli tomoni shuki, u piramida uchun juda ko'p narsani qurbon qildi. Bu esa bugungi hayotimizga juda ham o'xshaydi. Lekin biz o'z piramidalarimizni qurmaymiz. Biz karyera, pul, uy-joy, mashina, shunga o'xshagan narsalarni quramiz. Bunday ishlarni qilish yomon emas, aksincha juda ham yaxshi. Lekin o'zingizga bir savol berib ko'ring. Biz mana shu narsalarning orqasidan yugurib, o'z hayotimizning ma'nosini unutib qo'ymayapmizmi? Mana shu multfilmning aynan biz tahlil qilgan parchasi ham aslida mana shu savolni o'zimizga berishimiz uchungina qilingan. Endi esa qadimgi Misrdan bugungi kunimizga qaytamiz. Hozir texnologiya hayotimizning katta qismiga aylanib bo'ldi. Telefon, aqlli soat, kamera, sun'iy intellekt, yuzni tanish texnologiyasi. Bularning hammasi hayotimizni osonlashtirdi. Masalan, iPhone'dagi Face ID sizni tanib olib, telefoningizni ochadi. Lekin bilasizmi, mana shu qo'lingizdagi iPhone telefonlaringiz sizni har 5 sekundda ko'rinmas infraqizil nurlar bilan suratga olib turadi. Have your home screen? It's on the home screen. Not touching anything. No buttons. Okay. Infrared lens on the camera. Boom, there was one. 2. That's so wild. Okay, cover the camera. Okay. Oh, there was another one. Okay. Nothing. Oh, it's trying. It's taking pictures of your finger. Okay, move your finger. Ready? Boom. Yoki telefoningiz nastroykasida siz vafot etganingizdan so'ng raqamli voris qoldirishingiz mumkinligi haqida bilarmidingiz? To'g'risi, hozir bu kulgili eshitilishi mumkin, lekin men uchun bu kulgili emas, bu aksincha qo'rqinchli. Lekin undan ham qo'rqinchlisi bu Apple Vision Pro. Kompaniya buni oddiy gadjet emas, kelajakda xuddi hozirgi telefonimizdek kundalik narsaga aylanishini xohlaydi. Unda xonangizda o'tirib, ulkan virtual ekranda kino ko'rishingiz, istalgan xonandangizni konsertiga xuddi jonli borib ko'rgandek borishingiz mumkin. Hattoki o'z xotiralaringizni yozib olib, ularni boshdan kechirishingiz mumkin. Bu xuddi qora ko'zgu, ya'ni Black Mirror serialining xuddi o'zi. Lekin muammo shundaki, Vision Pro sizni yuzingizni skanerlab, FaceTime uchun mukammal 3D kopiyangizni, ya'ni egizagingizni yaratmoqchi. Tasavvur qiling, kelajakda firibgarlar aynan mana shu egizagingiz orqali sizni tanishlaringizga qo'ng'iroq qilib, ulardan pul so'raydi. Bu juda ham qo'rqinchli va vahimali. Endi qarang, Aaron Ralston o'zini qutqarish uchun qo'lidan voz kechishga majbur bo'ldi. Qadimgi odamlar Fir'avnning piramidasi uchun toshga aylandi. Biz esa o'zimiz bilmagan holda hayotimizni ekranlar va raqamli dunyoga topshirib qo'yapmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu kelajak bizni erkin qiladimi yoki bo'lmasam yana bitta piramida quliga aylantiradimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Menga obuna bo'lishni unutmang, like qo'ying, chunki bu meni birinchi YouTube'ga qo'ygan videoyim. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarni kutib qolaman. Aytgancha like soni 1000 taga yetsa, YouTube'ga yana bitta video chiqaraman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Yana bir marta qaytaraman, menga obuna bo'lishni unutmang va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu format sizga yoqdimi, yo'qmi? Hammaga xayr.